Venesuelada zilzila qurbonlari soni qariyb 1500 nafarga yetdi. Venesuelada hafta o'rtasida sodir bo'lgan ikki kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni qariyb 1500 nafarga yetdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 24-iyun kuni yuz bergan ikki kuchli zilziladan eng ko'p zarar ko'rgan La Guaira shtatiga xorijiy qutqaruv guruhlari yetib borgan. Uzoq yillardan buyon siyosiy va iqtisodiy inqirozni boshdan kechirayotgan mamlakatda o'nlab binolar qum va vayronalarga aylanib ketgan. Vaqtinchalik prezident Delsi Rodriges qutqaruv ishlari to'xtatilmasligini ma'lum qilgan. Delsi Rodriges, shuningdek, binolarning yashash uchun yaroqliligini baholaydigan prezident komissiyasi tashkil etilganligini bildirgan. Uning aytishicha, maktablarda darslar yana bir haftaga to'xtatilgan. La Guairada esa elektr ta'minotining 75% qayta tiklangan. Milliy assambleya prezidenti Jorge Rodrigesning ma'lum qilishicha, qurbonlar soni yana 20 nafarga oshib 1450 nafarga yetgan. Uning so'zlariga ko'ra, 3150 nafar kishi jarohat olgan. 12721 nafar aholi boshpanasiz qolgan. 774 ta bino esa qulab tushgan. Qayd etilishicha, xorijdan 2600 nafardan ziyod qutqaruvchi kelguniga qadar mahalliy aholi va ko'ngillilar bir necha kun davomida vayronalar orasidan tirik qolganlar va halok bo'lganlarni qidirgan. Ular og'ir texnikaning yetishmasligi hamda rasmiy xizmatlarning cheklangan ishtirokidan shikoyat qilgan. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, hafta oxiriga qadar kamida 33 nafar odam, jumladan bir nechta bola tirik holda qutqarilgan. Biroq 10 minglab odamlarning taqdiri hanuz noma'lum. Muxolifat qo'llab-quvvatlayotgan maxsus internet platformasida 28-iyun kuni qariyb 50 ming kishi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qayd etilgan. Bir kun avval bu ko'rsatkich 55 ming nafarni tashkil etgan.